Estoniya Shimoliy Yevropada joylashgan, maydoni kichik bo'lsa-da, dunyoga o'zining texnologik taraqqiyoti, raqamli davlat tizimi va yuqori hayot darajasi bilan tanilgan mamlakatdir. U Boltiq bo'yi davlatlari ichidagi eng rivojlanganlardan biri bo'lib, ko'plab sohalarda Yevropaning oldi qatorida turadi. Estoniya haqidagi faktlar uning tarixi, madaniyati, tabiat go'zalliklari va iqtisodiy muvaffaqiyatlari ko'plab odamlarni hayratga soladi. Estoniya qadimda Shimoliy Finno-Ugr qabilalari yashagan hudud hisoblangan. U ming yillar davomida Daniya, Germaniya, Shvetsiya va Rossiya imperiyasi tarkibida bo'lgan. 1918-yil Estoniya ilk bor mustaqilligini e'lon qiladi. Biroq Ikkinchi jahon urushi yillarida Sovet ittifoqi tomonidan bosib olinadi. 1991-yil Estoniya yana mustaqillikka erishdi va aynan shu yildan boshlab mamlakat misli ko'rilmagan modernizatsiya sari qadam tashladi. Sovet davridan qolgan og'ir iqtisodiy inqirozga qaramay, Eston xalqi qisqa vaqt ichida kuchli islohotlar amalga oshirdi. Bugungi kunda Estoniya Yevropa Ittifoqi, NATO, Shengen hududi va boshqa xalqaro tashkilotlar a'zosi hisoblanadi. Mustaqillikdan keyingi 30 yillik rivojlanish Estoniyani dunyodagi eng tez o'saydigan zamonaviy iqtisodlar qatoriga olib chiqdi. Estoniya iqtisodiy modeli erkin bozor tamoyillariga asoslangan. Mamlakatda soddalashtirilgan biznes boshlash jarayoni mavjud. Yangi korxona ro'yxatdan o'tkazish atigi 15 daqiqa vaqt oladi. Soliq tizimi juda qulay. Korrupsiya darajasi juda past. Startup madaniyati rivojlangan. 2023-yilga kelib Estoniya 10 dan ortiq korporatsiyalarga 1 milliarddan ortiq sarmoya kiritdi. Nega Estoniya startup uchun jannat? Arzon byurokratiya, kuchli texnologik infratuzilma, ingliz tilining keng qo'llanilishi, davlatning startaplarga katta qo'llab-quvvatlashi. Shu sababli ko'plab amerikalik, yevropalik, osiyolik tadbirkorlar Estoniyada korporatsiya ochish afzal deb ko'rishadi. Eston madaniyati Finno-Ugr ildiziga ega bo'lib, ularning tili fin tiliga juda yaqin. Estonlar sokin, tartibli, mehnatkash xalqdirlar. Eston xalqi tabiat bilan uyg'un yashashadi. Estoniyada o'rmonlar mamlakatning 50% dan ortig'ini tashkil qiladi. Kitobxonlik darajasi yuqori. Har bir oilada katta kutubxona bor. Estoniyaning tabiati juda sokin, toza va o'ziga xosdir. Bu yerda baland tog'lar bo'lmasa-da, o'rmonlar, ko'llar, orollar va muzeylar sayyohlarni o'ziga tortadi. Estoniya ta'lim sifati bo'yicha Yevropa Ittifoqida 1-o'rinda turadi. PISA reytingida Eston maktab o'quvchilari Yevropada eng yuqori natija ko'rsatgan. Tallin universiteti va Tartu universiteti Yevropaning eng qadimiy va nufuzli oliygohlaridan hisoblanadi. Estoniya dunyodagi eng xavfsiz davlatlardan biri hisoblanadi. Jinoyatchilik darajasi juda past. Politsiya tizimi professional va tez ishlaydi. Eston tili dunyodagi eng murakkab tillardan biri sanaladi. Unda 14 ta ot kelishigi bor. Shunga qaramay, Estoniyada ingliz tili juda keng tarqalgan. Yoshlarning 90% ingliz tilida ravon gaplashadi. Ruslar ham mamlakatning 25%ni tashkil qiladi. Shuning uchun rus tili ham keng qo'llaniladi. Estoniya maydoni kichik, ammo fikriy qudrati juda katta davlat. U raqamli boshqaruv, texnologiya, startup, ta'lim va ijtimoiy xavfsizlik bo'yicha dunyoda namuna bo'lib turadi. Tabiati, tarixiy shaharlarning go'zalligi, toza ekologiyasi va tartibli jamiyati bilan Estoniya dunyo xaritasida alohida o'rin egallagan. Do'stlar, video yoqgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling.